Всем assalomu alaykum. Bugun charjimizni уже 4-kuni, shuning uchun qo'rindoq tayyorlab ko'ramiz. Ishimizni 2 cho'mich iligan sutga bitta tuxum solishdan boshlaymiz. Undan keyin ketidan ozgincha tuz sovuramiz va shakar ham qo'shishimiz kerak. Shakarni ham shu bir osh kichkina qoshiqchaga solsangiz yetadi, ikkalasidan ham. Undan keyin dro'jja solamiz. U ham kichkina qoshiqqa bir qoshiq bo'lishi kerak. O'shalarni solgandan keyin hammasi bitta massa bo'lguncha aralashtiramiz va yog'ni ham esimizdan chiqarmaymiz. Yog'ni uncha ko'p sovurmang, chunki menda qorindoq formasi yaxshi chiqmaganiga yengillik qilib qoshiqda emas, prям sovurganim sababchi bo'lgan. Uni solib hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Bitta massa bo'lguncha bir xil suyuq quyuqlikda bo'lishi kerak. Shtobi mana ko'rishingiz mumkin, bir xil suyuq quyuqlikda bo'lgan. Buni shunday yopib ustini почти 1 soat 40 minutlar olib qo'yishimiz kerak. Yaxshi tinib pishishi kerak. Bu orada sosiska bilan sirlarni yaxshilab o'zimizga kerakli shaklda qilib tozalab olamiz. Jami 6 tala sosiska ishlatdim. Keyin mozzarella sir, yaxshi eriydigan pitssani siridan olamiz. Uni ham ochamiz. Ochish sal qiyinroq bo'ldi. Juda zich qilib upakovka qilingan ekan. Undan keyin olganimdan keyin undan 3 bo'laklar kesib oldim. Bu 3 bo'lakda ham mayda bo'lakchalarga bo'lsangiz ancha-muncha bo'lib ketadi. Chunki bu eriydigan, cho'ziladigan sir, ozgincha qo'ysangiz yetadi. Keyin qanaqa formada qilishni bilmay ko'p o'yladim va turli shakllarga kesib chiqdim. Eng zo'r varianti ham shu edi. Chunki bilmadim qanaqa qilishni. Ozgina sirga ishlov berdim, shtobi uzunroq ko'rinishi uchun. Undan keyin ketidan sir, sosiska qo'yib turli xil shakllar berib chiqdim. Keyin zo'r ideya kelib qoldi. Sosiska ham, sir ham tejlarkan. Sosiskani 3 ga, bitta sirni bo'lagini bo'lsa 2 ga bo'lib, yana bitta sosiska qo'yarsangiz ham bo'lar ekan. Xullas har xil qilib terib chiqdim. Jami 16 ta chiqdi. Bu qorindoqlarni sosiska sirlari ko'rishingiz mumkin. Mana 3 ga bo'lsangiz bittasini ancha-muncha sosiska tejaladi. Tayyor bo'ldi. Mana xamirimiz ko'rishingiz mumkin. Shu joyda sizlar reklamangiz bo'lishi mumkin edi, lekin uning o'rniga choy ichib qovurayotgan joyimni ola olmadim. Xamirga urash juda qiyin bo'ldi. Aytdim-ku, boya yengillik qilib yog' sovardim deb. Keyin shu narsa isrof bo'lmasin deb barbekyu qo'yardik ukam bilan. Mana ko'rishingiz mumkin. Siri cho'zilib yaxshi chiqdi. Hamma narsasi zo'r, shu formasiga kelganda yomon bo'lib qoldi.